Bir odam xotinini ozodaligidan, pokizaligidan, erga qilgan e'tiboridan kunduzi yulduz ko'radigan bo'lib ketibdi. Shunchalik zehn o'tkir, shunchalik ko'z o'tkir bo'lib. Ayoli erining kiyimini har kuni almashtiradi. Bir kosaga ovqat suzadigan bo'lsa 7 marotaba yuvib, e'tibor, pokiza piyolalar, chinilar, bozordan olib kelingan narsalarni nihoyatda toza e'tiborlik bilan qarab, yotadigan o'rinlar toza pokiza bo'lganlikdan inson qanchalik pokiza sharoitda tursa, pokiza narsalarni tanovvul qilsa, dili ravshanlashadi, aql ziyraklashadi, ko'z o'tkirlashadi, ko'cha-ko'ydagi kasb-kor barakat topadi. Bir kuni o'zi maqtanib qopti: "Ey, qadrimni bilmaysan-da xotin. Odamlar kecha zo'rg'a ko'radigan yulduzlarni kunduzi ko'rib turibman-a. Sen har qancha shundoq ering borligidan faxrlansang bo'ladi." Deganda xotinlar aytdiki: "Bu mening xizmatim. Sizga qilayotgan e'tiborim, hurmatim. Bor, bunga o'zi Xudo menga shunaqa yuqtirgan, Xudo bergan bu fazilatni." Bo'pti dedi, ayol e'tiborini susaytirdi. Ovqat suzganda kasani yo yuvsa, yo yuvdi, bo'lmasamda artib ovqat suzib berurdi. Piyolalarga uncha e'tibor bermadi. Kiyimlar haftada bir almashtiriladigan bo'ldi. O'rinlar ham be'tibor bo'ldi. Hali odam kunduzi ham qoqilib, ko'zi yaxshi ko'rmaydigan bo'lib, bugun eshitgan gapi ertasiga esdan chiqaradigan bo'lib g'alati bo'lib qoldi. Tan oldi. Xotin, avvalgi hurmatingni, avvalgi e'tiboringni qilaver. Bu mendagi xislat, fazilat, baraka, zehn o'tkirliklari u san tufayli ekan. Meni xatoyimni kechirgin. Ayol aytdi: "Alloh kechirsin hammamizni xatoyimizni, bexato inson bo'lmaydi. Men sizga qanchalik qilayotgan e'tiborimni Alloh bilsa, Alloh rozi bo'lsa, siz mendan rozi bo'lsangiz, men jannati bo'laman."